Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Mən Qərnəşanla Nəbicə Əla. Bugünkü proqramımızda Kanadada yaşayotqan doktor Məmmədcan Qurban bilan tanışımız. Məmmədcan Qurbanның özünün ağzından özünün tərcümanını həm də qılıyotqan xidmətləri toğrusida öz ağzından anlayılı. Hazır mən Məmmədcanni ekrana təklif qılıram. Assalamu alaykum, Məmmədcan doktor. Qanday ahvalınız bilan tudingizmi? Va alaykum assalom Nəbican. Qanday ahvalınız yaxshimi? Undan rahmat. Sizni hem de şu fırsatdan faydalanıp naq meydan programımız arqılıq sizni bir ekranımğa təklif qılğaç, siz bilan özünüzni bir tanıştırış, hem de siz bilan ortaqlaşdırğan nöqtələrdə kam görürmənlərimizə bir uçurlar bilan təminləyəlisək deyə ümiddə sizni təklif qıldım. Tövəndə özünüzni bir qısqaça bir tanıştırıb qoyğan bolsanız görürmənlərimiz siz bilan bir tanışıb çıxan bolsa. Rahmat Nəbican, meni məxsus ekranınızğa təklif qıldığınız üçün çox rəhmət etmən. Barlıq görürmənlər, assalamu alaykum, qanday ahvalınız yaxşımı? Mening ismim Məmmədcan Qurban. Ayni vaqtida vətənimin İşkin doktorxanada 9 il işlədim. Bo'libmi tashqi kasalliklar bölümü, ciddi bölüm, bo'libmi operatsiyani qildim. 9 ildan keyin 2003-yili Yaponiya chiqqan bo'ldim. Yapon ikkinchi yurtim desam bo'ladi. 11 yil turibman. Yaponda shu o'rganish, xizmat qilish jarayonida shu asosiy qilgan ishim shu immunotkuchi bilan anatomiya. Bu immunotkuchiniki bo'libmi erlarning tug'masligi qatorida shu xalqaro maqol chiqargan bo'ldim. Shuningdek bu anatomiyaga qiziqib ketib, shu kasbiy sestra maktabdan xizmat topdim, dars berganman. Şunun bilan anatomiyadan boshqa yana ichki kasalliklar bo'limining butun qismini, shu nerv kasalliklar bo'limi, ro'y kasalliklar bo'limi, shu qatorliqlardan dars bergan bo'ldim. Shuningdek keyin shu 2014 Kanadaga kelgan bo'ldim. Shu hozir Kanadada hamda shu til o'rganish jarayonlari qilish orqali o'zim shu YouTube kanal ochdim. YouTube kanalni ochganimga mana 4-akasi 1 yil bo'ldi. Tan saqlıq YouTube kanalı köpləgən qarindaşlar qollab, quvvatlab beryapti. YouTube kanallarınız arqılıq mı birisiga özünüzni tanıştırış bilan birgə, yəni birisiga özünüzün kəsbi dairəsində egəlligən bilimlərinizni xalqımızğa berib, nurg'ulg'an savollarga javob berib kelyapsınız. Hem de xalqımızın umumyüzlük uçurğan bəzi bir kasalliklarga hech bo'lmadi deganda bir ko'rsatma berib turyapsizda. Bu inayet yaxshi bir ko'riklar olaylarga bular YouTube orqali işte sizga o'xshash mayli doktorlarimiz olsun, mayli ixtisosshunoslarimiz olsun, mayli har xil kasbli qarindoshlar o'zining kasbidan shu YouTube kanallari orqali xalqimizga bir narsalarni beryapti. Bu mening nazarimda sizlarning shu ilmning zakatini beryaptganlar, nurg'un yil o'qidinglar, nurg'un yil jamiyatda ishladinglar. Shu shakldagi narsalarni ham xalqimizga foydali shaklda ham siz degandek o'lchamli Uyg'ur tilida xalqimizga bir şekilde bir nimi beryapsizlarda, ilmning zakatini beryapsizlar. Buni aytib taqdirlashga qarshi qilgan bir xizmatlarimiz. İnşallah hem de hozirgi uchur davrida shu har birimizning telefonlarga umumlashib ketgan shu mayli shu ijtimoiy taratqularimiz olsun, bunun da har xil fikrlarimizni taqdish olsun, mayli vatanimizning davosini qilish olsun, mayli har xil kasbki insonlarimiz o'zining kasbidagi bilimlarini xalqimizga yetkazish olsun. Ishqilib bir yaxshilikqa vasila bo'layapsiz. Hamda siz yaqinda shu sog'lomlik mahsulotlari deb bir mahsulotlarni xalqimizga tunishtirayotganligingizni anglayapmiz. Bu to'g'riliq ko'rmanlarimizga bir fikrlar bilan ta'minlagan bo'lsangiz. Rahmat Nebijan. Qarindishim shu sog'lomlik mahsulotini qilgan yoqqa siz shunday qiziqdingiz. Shuning bilan shu bayni mamamda o'zim taqa YouTube'ga planim bor. Xudoyim bo'lsa uni qilma har bir mahsulotni chiqarib birdan tunishtirib. Hamda hozir böyle ko'ryapmiz, biz xabarning ichida yashaymiz, sog'lomligimiz muhim deydi ekanmiz, diqqat qilmaymiz degandek. Boshqa hamda men YouTube'da nimada tashviqotni azroq qildim. Hamda bu tashviqotni qilmasammi bo'ladi, ammo bu atrofdagilar desam, haqiqatan inson mahsulotlar ekan. Men bu burunlatim deganda Yapondagi do'stlarim degandek Yaponning mahsulotlarini deganda. Baho jihatlarda misol nima ekan to'q, shu bilan jim turgandim. Vaqtim qism shu Amerika Utah rayonida 75 ga yaqin olim tadqiqotchi tadqiq qilgan mahsulotga uni o'zim shundoqqa o'rganish bosqichlari bor ekan, uni o'rgandim. Hozir o'rganyapman, videolar bor ekan. Qoyil bo'ldim asosida. Bu sog'lomlik mahsulotlari dori emasda. Shundan men ko'pchilik qarindoshlar men WhatsApplarda, o boshqa medialarda shunday maslahatlar qildi.
Şu jarayonda men köpçülükke köp rahmatımı bildirme. Şuningdan foydalanib men özüm ögünüş buldu da menga bu. Cevap berme degandek. Şunlaşqam şu men qoyil bo'lib bu mahsulotlarga shuning bilan bunga a'zo bo'ldim. A'zo bo'lgan yaqinmish atrofimdagilar shunda qo'lladi, ham qo'llayotdi. Undan keyin buniki ismi Pharmanex cho'ng tarmoqi bu shirkatniki veb-saytini hamda shu nimaga chaplab qo'ysak Newskin deydi ekan. Newskin deganda ayollar bak o'qidi ekan. Pharma degan odam 30 yildan ishibdi. Dastlabda shu terining sog'lomligi teri asrash deb boshlabdi ekan. Undan keyin teridan ichki qismga, ichki a'zolar kiribdi-da. Masalan, hozir ham shu bizni qiynayotgan semizlik, urug'tigan dori Tigrin 97 deydi ekan. Undan keyin jigar may qaplab ketish ahvollari yuqori. Vaqtda virusidan pandemikda uyda o'tirib ketdik, ham o'ylab samirib ketdik. Jigarni asraydigan, undan keyin erlarniki shu mazbezi bo'lib 40 dan oshgan chaqda mazbez yallığı buluş ihtimali yuqori bo'ladi. Biz to'g'riligini so'zladim. Kisal kelishdan burun bu oldin olishni, doktorchilik oldin olish hammadan muhim deymiz. Bizniki Uyg'urlarning ko'p doktor oldirab bormaymiz joyliqda. Kisabdan keyin oxir bosqichga kelgandan keyin tekshirib ahvollar borda. Shundoq. Shu bizning badanimizning eng yaxshi bu mahsulot shu nimani immun kuchlarimizni oshirib, tag'imdimi bu bay deganda bu mahsulotni hujayni yashatish, qiyinlikni kechiktirish qatorida tadqiqotni boshlabdi ekan. Shuning asosida shu bay deganda shu erlarniki mazbez yallig'ining oldini olish, ishib qolishini oldini olish degandek. Andan keyin shu qon tomirda may ko'plab ketish degandek mahsulotlar bor ekan. Tag'imdan bu o'rganib qilyaptimi? Masalan, yana birisi shu life pack deb bor ekan, sal qimmatroq ekan, ammo bu her qandaq mesela diyabet bulamdı, kan besin bulamdı, her qandaqның aldını elib, bu bedenimizdeki tempongluğunu saqlaydı ekan da, yaxshi ihtimal nəhayət yuqori ekan. Şu Newskin desem, müşahede etrafında dostlarımınki ayollar işletip boy köpünçe adam bu Newskin terinin de bilib oldu ekan da, bunun işidimi müşuna qalqa Pharmanex men qilib Albatta, ama o ternikini men apralayman, hamda bu men bir hesapta bu torbat kirgandan keyin uni ayrim tushundirma. Shuni asas bo'lsa, odatda setib olgan qaraganda 20% tuvan ola oladi. Men ulanishni avatib berman. Men WhatsApp deb kelyapman, WhatsApp nomerimni shuni ulanishga yozib qo'ysam, masalan bo'lsa, men undan keyin ras birdan bir qildigan ishim WhatsApp to'p qurishni planlayapman. Nima uchun degan doktorlar dorilarni berib qo'yib kari yo'q, ammo mening mas'uliyatchiligim haqiqatan bor. Şunlaşqa onu ağandan keyin qandaq alomatlar bo'ldi, yaxshilanish qanchalik, nagacha deganni keynidan surishtirib turib planlayapman. Hamda sizning asosli hamda shu sog'lomlik masalalaringizga qiziqayotganlar bo'lsin yoki sizning ko'p maslahatlarni so'rayotgan qaysi rayondagi, qaysi davlatlardagi qarindoshlarimiz biroz ko'proq? Shu Turkiyada, Qozog'iston, Turkiyada ko'p deymiz-ku. Turkiyada qarindoshlar haqiqatan ko'pga bo'lib shu ro'y besim deymiz, uxlayolmaslik, erlarga sizlar degandek. Amma maslahatimni berib turyapman, ammo bu Yevropa davlat, bu shirkat Kanada, Amerika, Yevropa davlat, hatta Xitoy, Shanxaylardan bor ekan. Ammo Turkiyada burun batib ketdi. Nima uchun, nima sababligini men uqmadim. Turkiyada hozir tarmoq shirkat yo'q ekan. Uni bir amal qilaydi degan planlar bor endi bir hisobda. Men Yevropadagi qarindoshlarim, men yaqindan bilinkilarni avatbadim, ularga ağam bo'ldi degandek. Hamda xalqimizda mana bir hukm bor hamda Mehmetjon doktor. Sizning oldingizda o'tgan bo'lishi mumkin. Hamda bizning xalqimiz shu sog'lomlik dorilari bilan normal tibbiy soatlik dorini o'xshash ko'rib oladigan yoki bo'lmasa hammasi kasalni davolaydi deb tushunib oladigan bir ahvol bor. Mushunga sizning programmalaringiz balkim aniqlab bergan bo'lishingiz mumkin. Mush yerda ekranimiz orqali mush to'g'riliq bir tushuncha berib qo'ysangiz yaxshi bo'larmidi deb o'ylayman hamda. To'g'ri deysiz. Men o'zim his qilmabdim-a. Bu gapni dastlab anglashim, sizning atrofingizdagilar degandi balkim. Hamda o milliy tibobatni men g'arib tibobat o'rganganda, tibobat, milliy tibobat deganlarni ochimcha anglab turman. Ammo shu g'aribniki, masalan, shu ciddi vaqtida ishlatish kerak deb o'ylayman dorilarni. Nima uchun degan chaqda bu dori deganim nima degan aks ta'siri bor. Mana masalan men dedim boya yapon 11 yil turibdimi, oldirab dori bermaydi. Agar dori berib qolsa, uning aks ta'sirini tushundirdi. 3 kungacha aks ta'sir bo'lsa, cho'qim biz yerimiz kelsa to'xtatsa deb. Shunda xalqqa nimasi mas'uliyatchan-da bir hisobda.
Evet. Андақ болғандығы мау сағламлық мәхсулаттары. Шуңлашқа мен әза болып kiripla. Şuna bu adette öz mesela darıya atkan kıyırdaşlarımız bozulmuş darısıyla tam istimal kısmı buluyordan mesela. Bu asaslık aldığını iliş. Aldığını Şunun iliş, mesela onu dikin- qaysi azalarda şu binormallık yakın olması bolsa şunun kartta onu To'g'ri, tanışaydigan. umum jihatdan badanniki tanpuqligini saqlab, texnik kuchaytirib, immuniyat kuchini oshirish. Hem de hazır şu vatandaki zulümlerinin eşiğe geçip insanlarda tulusu şu roy cihetlik psikolojik alametleri biraz körünerlik buluşku başladı. To'g'ri. Vatandaki qarindoshlarimizni qutqizolmaslikdek buni memtimin doktorum Amerikadagi bir necha qitim programmalarda ishlagan bo'ldi. Buni oldik. Shunga o'xshagan shaklda buning qarta bir memtimin doktorum aytib yaxshi so'zlabdi. Buni sizmi doktor bo'lishibsiz bilan buning qarta bir qanday bir taklif nimalarınız bor? Xalqlarimiz bir o'zining psixikasini, holatini tanishirish uchun qanday narsalarga bakrak bir diqqat qilsa yaxshi deb qaraysiz? Şu anda bana yaxşı sordunuz. Ben şu planlamış birinci ayının birinden başlap aktif energiya taqib atkan qeyrindaşlarını özüm şu bir görüşüp qandaq turmuş jadal hayatıda özünüzün ruhi sağlamlığınızı qandaq saqladınız qatarda programı başladım. Deməkçi siz degəndə şu uyuq yerim keçib tur ketadigan, küçük uyğunub ketadigan, bo'lib ayollar, erlar qarğan yaman ko'ng bag'ri yumshoq keladi. Evet. Bu uyqusuzluqni yana YouTube chiqarishim mumkin. Undan chiqarib bo'ldim. Shunday ham qarindoshlar hamda davomlashtirolmaydigan bir ishlarni-chi, davomlashtirish ham muhim deb o'zimning beshida o'tgan ishlarni amaliy misollar deb beryapman. Shunlashgan ruhiy sog'lomligimiz tan saqliq qonunli bo'lgan bilan men dedim tan saqliq bu sizlar bo'lmaydi, bizning tenimizni ruhimiz ko'tarib ketyapti. Shunlashgan ruhimizni sog'lom qilmasak yana kasal bo'lamiz deb mush jarayonlarda men atrofimdagilarga maslahatlar beryapman. Mushundaq xabarlarni ichida mushtaq bo'lib ketdik, qanday qilsa qildi deganlarga men deydiganim ko'manglar desam ko'gis keladi ekan. Men dedim men dedim-ku, ruhiy kasallarnikini kitob ko'rib hayron qolgandim. Odamning ichida odam bor deydi ekan-ku. Demakchi ruhimiz bor degan-da. Shunlashgan o'zingizni basmang, ko'zingizni ko'ring, bir vaqt kelgan to'xtaysiz. Deb qandiki ba'zilar shundoq haqiqatan unumini ko'ribdi. O'zim bak besib ekanman degandek-ku. Shunlashgan shu ruhiyatimizni hamda hamish o'z nimasi bo'lishi kerak. Ham bunday vaqtda masalan naqshchilik qilib bu ishmo bunda men uningga qarshi. Agar biz ochliklik bilan qalbimizni sayrak tutmasak, biz futdaga bo'lamiz bir hisobda. Hamjatni tugishimiz. Shunlashgan ruhiyatimizni tig'imdimi, tavlindigan vaqtni Xudoyimizni tavlati deb o'ylayman. Har jihatda chiniqib qilsak menimcha yaxshi bo'ladi. Eng asosiy uyqu yaxshi bo'lsa har qanday narsani yaxshilaydi deb o'ylayman. To'g'ri deysiz. Şuna bilan birga hamda ba'zilar masalan mush namoyishlarga chiqishmi, ro'y kayfiyatini tanqidlash. Uni keyindan bir shaklida masalan ma'lum organlarga xat yozish olsun, mailga o'qishni ish qilib, o'zining imkoniyati yetgan darajada harakat qilish. Mayli siyosiy faoliyatlarga qatnashish olsun, yoki o'zining badan sog'lomligini harakat orqali yaxshilash olsun, mayli bo'lsa siz degandek tan sog'lomligiga oid dorilarni izlanish olsun. Mesela sizdek doktorlar tavsiye qilgan dorilarni iste'mol qilib beqish olsun. Bu jihatlarda izlanib tursa inshaalloh cho'qim ro'yitida bir yaxshilanish bo'ldi deb qarayman. Ammo tushkunishish, o'zini bekib elish, zod ah-uh bilan yashash insonni siz degandek ro'yitdan bizni tushkunlashtirib etsa, Xitoyning yetmoqchi bo'lgan maqsadi shu. Uning uchun biz futurib etgan bo'lamiz deyman, men sizning ko'z qarashingiz o'xshash. Bu hamda oxirida sizning shu ko'rganlarimizga alohida bir tavsiya qilgan gap so'z yoki nuqtalarınız olsa onu anlasak. Ben bay degandek şu namoyish va sog'lomligimiz bilan qanday munosabat qatardimi chiqadimi deb unutib qoldim. O'zgacha chiqib qolgan ekan. Tamam. Shu badanimizga shunchalik foydali ekanda, masalan chiqib vaqirab ichimizga to'kib chiqarsak, psixologimiz borga agar unda qilishdan qo'rqadiganlar bo'lsa, uyda o'tirib bo'lsa-mu yoki o'rmonlikqa berib bo'lsa-mu degandek vaqirab demonstratsiyalar qarab vaqirab anandagi o'sh Xitoyni o'shlab ketdi. Qog'oz yezib shuni yirtib, rasmlarni yirtib, suvda qizib o't qo'yasizmi? Jinni bo'lib qoldi ekan ro'yijatchi. Shu jihatlarda men so'z bildim YouTube'da. Tashlarniki menimcha hamda shu ro'yimizni yaxshi qilib, tig'imdimmi siz degandek qo'limizda nima kelsa, böyle harakat qilyapmiz. Burun qaraganda jiq yaxshi. Shunday bo'lsa-mu, ya'ni yetarli emas deb o'ylayman. Shuni hamda shu sog'lomlik mahsulotlarni tang iste'mol qilish bilan birga o'zimizning ro'yitini
Bay degende ro'yitimiz birdan-bir ta'sir qilganimiz uyqu ekan. Mhm. Yaxshilagandan keyin uyquning sifati va 7 soat, 8 soat uxlamasam bo'lmaydi deydiganlar bor ekan. U degan butun dunyoning o'ttir hisobdagi narsa. Uchu qon besimini adesman shunaqa deydi ekan, u 120 80 bo'lsa, u degan o'ttir hisobdagi narsa. Odamning chiroyi o'xshamagan o'xshash, unda o'xshamaydi. Hatto 3 soat uxlaydiganlar bor, 4 soat, 5 soat uyqu qandimi bo'ldi. Shu vaqtda uyquning sifati ham muhim ekan-ku. Bu to'g'rilikni so'zim. O saati muhim emas demoqchisiz. Saat muhim emas. Sifat muhim. Aha. Mushu tushkunlikmi? Biz qancha tushkunlashgansiz bu mingimiz qiziqgan. Sizni taomli shu negativ tushkun taraf olib ekanda, uxlaychi deb zo'rlab uxlagansiz uyqungiz kelmaydi, u tajriba. Shunga men deydiganim 10 minut uyqu kelib turib ketish kerak odam. Cho'qim uyqu keladi ekan. Uyqu kelgandan keyin ko'zni ochgandan keyin uyg'onib ketsa, shu uyquniki sutning asosida badnimiz soat va deymiz-ku. Bir 10 kun ichsa qiynalish bo'ldi ekan, undan keyin shundoq yaxshi bo'lib ketdi ekan. Shu immunitet kuchimizni oshirdi ekan, kasal bo'lmaymiz ekan deganda. Buldu. Nayt yaxshi. Axir nayt yaxshi bilmadingiz. İnşallah endi siz bilan aloqa qilgan qarindoshlarimiz qaysi xil shaklda aloqalashsa eng qulaylik? Eng yaxshisi men bu YouTube'larimni unutib qolayotgan vaqtlarim bor. Shu WhatsApp'ga qilinglar, WhatsApp'da paran qilishini xat yozsanglar bo'ldi dedim. Signal, Telegram, hatto Facebook'ning messengerlarida xat yozdim. Endi rasulsan men bu endi aldirashda aldirash qilib qo'ymayman. Shunlashqa amal ba men gap qilsam vaqtim tejab qoladi ekan. U xat yozishga haqiqatan mening vaqtim ketadi. Shunlashqa WhatsApp nomerimni shu siz qo'ysangiz shunga. WhatsApp nomerda mesaj qilsam men qo'limdan kelishini yordam qilaman. Buldu. Rahmat sizga. Bugungi programmamizni qilib naytdi. Yaxshi fikrlarni, suhbatlarni qilib berdingiz. Allah razı olsun deyman. Buldu emsa. Buldu. Anoniki rasman bu nazir qilayotgan mahsulotnikini siz chaplab qo'ysangiz men deyishni unutib qolibman. Ashuni kirgandan keyin sol taraf ostiga tushsa har xil rayonlarni tanlash bor. Ashuni kirgandan keyin qaysi davlat shu davlatning tilinikini o'zgartirib ko'rsatib turadi ekan. Buldu, rahmat. Rahmat ham sizga. Hörmətli görürmənlər, bugünkü söhbətimiz bir şeyəcə olsun. Mən amal və vaxtını qısqa şəkildə ixcham qilishga tirishimə qarindoshlarım. Shuning uchun balkim kanallarımızda, programmamızda balkim savalliklar bo'lishi mumkin. Shuning uchun biroz bu ishlar to'liqlanguncha qarindoshlarımızdan bizga yaxshi taklif maslahatlarni berishini so'rayman. Shundan birga qarindoshlarimni kanalımıza abone bo'lishni hamda targ'ib qilishni so'rayman. Bu Mehmetcan doktor qarindishimning ulanmasını men mushu videoning ostidagi mening nimamning ostiga kirishtirib qo'yma, ham YouTube kanalini, ham telefon nomerini shu yerdan izlab deb aloqalashsanglar yaxshi bo'ladi deb qarayman. Hammanglarni Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi.